u inson nega sizdan ketdi deb rasklad qilamiz hozirda. Ya'ni yoki dalish ketadimi yoki qaytib keladimi, o'sha haqida ko'ramiz. U inson, bu общий расклад bo'ladi, variant qilmaymiz. Kimga kerak bo'lsa o'ziga kerak joylarni o'girib olib ko'rishi mumkin. U inson nega sizdan ketdi? U inson sizdan ketgan inson ikkilanishda turibdi, qaytsammi qaytmasammi deb, lekin ich-ichidan sizga qaytishni juda ham xohlayotgan inson bu. Lekin hozirda bilasizmi, qandaydir his-tuyg'ularimga emas, balki aqlimga tayangan holda ish qilaman degan maqsadlarda ham turibdi bu inson. Xo'p. Bu inson nega sizdan ketdi? Xo'p, juda ham ikkilanishlarda turibdi bu inson. Vobshe hamma narsadan hafsalalari pir bo'lib ketayotganiga, juda toqatlari tog' bo'lib, madorlari qolmay kurashdan charchagan inson tushdi bu yerda. U hayotida nimalar bo'lyapti bu insonda? Bu insonning hayotida nimalar? Hayotida pinhona kimnidir sog'inyapti, kimnidir sevib, o'sha insonga qarab talpinyapti bu yerda. Lekin bilasizmi, qanchalik yaxshi ko'rmasin, qanchalik sevmasin, bu insonni ikkala yelkasida ikkita qarg'a turibdi yashirincha. Bu inson yashirincha bu ikkala qarg'adan bildirmasdan sizni yashirincha kuzatyapti, yashirincha sevyapti. Ya'ni mujit bo'lishi mumkin, xotini bo'lishi mumkin, onasi bo'lishi mumkin, opa-singlisi bo'lishi mumkin. Lekin bu inson baribir bularga bildirmagan holda sizga bo'lgan his-tuyg'usi yashira olmayapti deydimi, yo'q bajara olmayapti deydimi, shunaqa ahvolda turibdi hozir. Yaxshi ko'rishi bor bu insonni. Xo'p, hayotida nimalar bo'lyapti bu insonda? Hayotida nimalar bo'lyapti? Sog'inyapti. Bir go'zal ayolni sog'inyapti bu inson. Rosa o'sha ayolga nisbatan nima his-tuyg'ular jo'sh urib porlayapti bu inson. O'sha ayolga qarab talpinyapti bu inson. Ayol kishini, yana o'sha ayol kishini xayol qilyapti. His-tuyg'uyim senga, sendan boshqasini yaxshi ko'rmayman. Faqat seni yaxshi ko'raman, senga qarab talpinyapman, seni sog'inyapman degan qarorlarda turibdi bu inson. Xo'p, hayotida nimalar bo'lyapti bu insonda? Bu insonning hayotida yo qog'oz bilan yoki dokumental ishlar bilan muammolari bor. Bu insonni o'sha jich o'ylantirib qo'yapti, qarorlarni ololmay qolyapti. O'sha qog'ozbozlik ishlarini hal qilishni o'ylab qolgan inson bu. Xo'p, o'sha sizni tashlab ketgan uchinchi shaxsga ketgan, ya'ni xo'p, sizni tashlab ketgan o'sha uchinchi shaxsga munosabati qanday? Yo bo'lmasa o'sha uchinchi shaxs bilan hozirda baxtlimi bu inson? O'zini baxtli his qilyaptimi? Bu inson ikkilamchilikda qolgan, ikkita yo'ldan bittasini tanlamoqchi, lekin tanlay olmayapti. Bu insonni qiyinchiliklari bor, ozgina yechimlari bor, yechilishi kerak bo'lgan. Lekin kimnidir qattiq sevaman deyapti. O'sha insonga qarab talpinyapti. Qarorlarim olishim kerak o'sha insonga degan maqsadlarda turibdi. Xo'p, kim? Yana o'sha inson chiqib, xo'p, buncha yaxshi ko'rar ekansan, nimaga tashlab ketasan? Shunchalik sevar ekansan, nimaga ketding tashlab? Qaytasanmi endi? Qachon qaytmoqchisan? Yo'q, pul bilan muammoyim bor deyapti bu inson. Aytadi, men pul bilan qanday muammoyim bor, qaytishni xohlayapman, lekin o'sha pul sarflashni xohlamayapman deyapti. Yo'q, o'sha qanday qarzdorliklardan chiqishim kerak, bo'lmasa men senga qaytishim uchun pul kerak deyapti. Xuddi shunaqa vaziyatda turibdi. Bu inson faqat xayol qilyapti, o'ylayapti, u yaxshi o'tgan kunlarni eslayapti va yana kelajakda dalish o'sha kunlar kelishini, tezroq kelishini xohlayapti bu inson. Lekin bilasizmi, bu inson oldida to'siqlari borligini inobatga olmayapti. Xo'p, yana nima gap? Ikkiga ayrilib qolgan bu inson yaxshi ko'rgan insoni bilan ayriliqda turibdi, chunki o'rtada uchinchi shaxs turibdi. Xo'p, dalish yana nima gap hayotida? Aytdim-ku, pul kelishi bor, yo'q qanday pul bilan bog'liq muammolari bormi? Xullas shunaqa
vaziyati bor bu insonda. Yana o'sha gap, jang qilyapti, kimlar bilandir jang qilyapti bu inson. Urushyapti, lekin o'sha urushganligini, bir-biriga dilozorlik, bir-birini ko'ngillarini og'rityapti, bir-biriga dilozorlik gaplarni gapiryapti bu inson. O'sha hozir ketgan insoni bilan menimcha, lekin o'sha narsani bildirmaslikka harakat qilyapti. Oilaviy, agar oilasi bo'layotgan bo'lsa, o'sha oilaviy o'zaro janjal bo'lyapti. O'sha janjalni oiladan tashqariga chiqazmay, bu chetda ko'rganlarga biz baxtlimiz, sizlar baxtlimisizlar degandek qilib, nima deydi, muomala qilyaptimi, o'zlarini shunaqa qilib ko'rsatyaptimi shunaqa ahvollarda. Lekin aslida oilaviy ichidan esa bir-biri bilan bu inson jang qilyapti, bir-birini diliga qattiq og'riqlar beryapti. Bu inson yaxshi kunlarni sog'inyapti, o'tgan yaxshi kunlarni eslayapti. Faqat o'sha o'tgan yaxshi kunlari bilan. Keyin bu insonni majburiy o'qituvlar asosida ham ushlab turibdi. Chunki qarayotgan bo'lsangiz, bu inson qafasda turibdi, atroflarida qilichlar, shamlar yoqqan, orqadan jin kartasi qarab turibdi. Bu insonni majburiy o'qituvlar bilan ham ushlab turibdi. Xo'p. Yana nima gap bo'lyapti? Bu inson o'zi yana nima gap bo'lyapti? Xo'p, yana nima gap bo'lyapti deb ko'ramiz. Bilasizmi? O'qituv borligi tushdi, dokumentatsiya ishlariga ham o'qituv qilingan bo'lishi mumkin bu yerda. Qanaydir dokument ishlari o'xshamasin ham deb qilingan. Chunki bu yerda dokumentatsiya ishlari ko'p chiqdi, pul chiqdi, ayriliq chiqdi. Demak, o'qituvlar ham qilingan bo'lishi kerak bu yerda. O'qituv qilingan, chunki mana yana magichskiy karta tushdi. Xo'p, magichskiy yo'llar bilan bu insonni qo'rqituv yo'llari bilan yoki qanday do'q bo'lsa, yo'lmasa qanday majburiyatlarni eslatish yo'llari bilanmi ushlab o'tiribdi o'qituvlar bilan bu inson. O'sha uchun tarozini pallasini ikkita pallasini bir ushlay olmayapti bu inson. Qanaqa yo'l tutishni bilmayapti. Orzu qilyapti, faqat bir ayolni orzu qilyapti. Ayol kishi menimcha faqat orzu qilmasdan harakatdan qilish kerak-da, o'ziroqqina. Va yana o'qituvlar tushyapti. Bilasizmi, agarda o'qituv bo'layotgan bo'lsa, bu yerda o'qituv bo'lganligi aniq, faqat va faqat o'sha karta chalkashliklari, ikkilamchiliklar tushaveradi-da bu yerda, chunki o'qitib nima qilib ko'zini bog'lab qo'ygan bo'lishi mumkin. Pul kerak bu insonga yoki pullik muammolari bor. Bu inson qarorlarni qat'iy olmoqchi. Kelajakda qarorlarni qat'iy olib, o'zim nimam bilan turaman deyapti, lekin unaqa bo'lmasligi aniq tushdi. Chunki uchala karta bitta to'plamdagi 3 ta jin kartasi ham tushdi bu insonda. Demak, bu insonda haqiqatdan ham kuchli o'qituv bor. Chunki magichskiy karta bu unchalik kuchli o'qituv bo'lmaganligini bildiradi, lekin o'qituv bo'lganligini bildiradi. Kuchli emas, lekin normal o'qituv bo'lganligini bildiradi. Bu kartani sherigi bu. Mana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, mana bu jin mana bu yerdan qarab turibdi. Bu insonni o'qituvlarini tozalatsa, o'zini ko'rsatsa, rituallarni olsa nasib, inshaalloh yo'llari ochilib ketadi. Men bu tutqunlikda turgan, qafasda turgan, qanaqadir nimalari ham yechiladi bu insonni. Bilasizmi? Bir o'zlarini tozalatib, rituallarni oldirib yuborsa, nasib bo'lsa, inshaalloh yaxshi bo'lib ketsa, sizga qaytar degan umiddamiz. Xo'p, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Shaxsiy o'chirim uchun WhatsApp nomerimga yozishlaring mumkin. Obuna bo'lib qo'yishni unutmangizlar.